Assalomu alaykum. Uy patirni kuzatuvchilari. Mana xudo xohlasa yangi tandirlarimiz qurildi. O'tlar yoqishibdi, ustalarimiz ham ketdi. Mana inshaalloh yangi tandirlarimiz bugun erta qizdirib olsak, bu tandirimiz 2 kun xudo xohlasa kechgacha qiziydi ekan. Qizdirib olsak, xudo xohlasa yangi tandirlarda ish boshlaymiz. Bu tandirlarimiz eski tandirlarimiz, yangi tandirimiz bulardan ham juda ham katta, haybatli bo'libdi. Mana ko'ringlar. Juda ham chiroyli, go'zal chiqibdi. Ikkita tandir qurdik, tandirlarimiz 4 ta bo'ldi. Gruppamiz kuzatuvchilari, klientlar nihoyatda ko'pligidan tandirlarni 4 ta qildik. Mana xudo xolasa inshaalloh buni buyog'iga hammani aytgan zakazlarni vaqtida chiqarib berishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa.